Men Abdullayeva Mashkura Mahamadovna. Mana hozir ovqatlanish jarayonidamiz. Sezirni mana o'tirib ovqatini yeyapti. Juda yaxshi ko'radi. Qo'l meva, sabzavot, har xil ovqatlarni yeydi. Tanlovi yo'q. Bu choy yaxshi ko'radi. Bunga ertalabdan ovqat berish jarayonimizda choy ham olib chiqamiz. Choyini bir asal qilib beramiz yoki shakar qilib beramiz. 2019-yil noyabr oyida keldi. Bu juda ham kichkina bo'lgan. Shunda kelganda tarozga qo'yganimizda vazni 4 kilo edi. Juda ham kichkina bo'lgan, juda ham qiynalgan bo'lgan. Yangi kelgan mahalda bir haftacha uyimga ketmasdan yotib qolib, shu yerda o'zim qaraganman. Chunki bu xuddi yosh bolaga o'xshab yopishib qolgan. Hozircha yoshi shu 8,5 yosh, 9 yosh hisobida hisoblayapmiz. Lekin bizga rosa yaxshi o'rgangan. Buni butun zoopark xodimlari hamma yaxshi ko'radi. Hamma buni oldiga kirgisi keladi, ushagisi keladi. Bu ham juda ham mehribon. Agar yaqindan tanishginglar kelayotgan bo'lsa, Sezirga kelib bir sovg'a olib keladigan bo'lsangiz, bunga ko'proq adyol, bolalar adyolimi, kattalar adyolimi sovg'a qilsanglar, adyolga o'ralib o'tirishni juda sevadi. Bolaligidan adyolga o'ralib o'tirgan, haligacha adyolga o'ralib o'tiradi. Hayvonot bog'ida kelishinglarni kutib qolamiz.